Assalomu alaykum Andijon davlat pedagogika instituti va kanalimiz a'zolari. Biz turli xildagi challengelar, so'rovnomalar o'tkazyapmiz. Kafedralar o'rtasida juda ham bu narsa yaxshi ketyapti. Uni davomini qilish uchun qani ketdik. Biror bir kitob hayotingizni o'zgartirganmi? Bu savolingizga quyidagicha javob beraman. O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasidagi asarini o'qiganimda hayotimda juda yaxshi o'zgarishlar bo'lgan. Sizlarga tavsiya qilaman, yangi nashrlari chiqqan, o'qishdi. Qaysi kitobni sevib mutolaa qilgansiz? Men Mashaqqatli hayot so'qmoqlari kitobini sevib mutolaa qilganman. Hammaga tavsiya qilaman. Juda ham zo'r kitob. Men odatda o'qib bo'lgan kitoblarimni o'qiyotgan davrimda bir kitobxonlar ko'rib qolsa so'raydi yoki so'ramagan taqdirda o'qib bo'lganimdan keyin kitobxonalariga yoki so'ragan insonlarga topshiraman hadya qilib. Qaysi kitob sizni bu hafta o'ziga tortdi? Bu hafta meni O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi kitobi bo'lib, barchani bu kitobni o'qishga tavsiya etaman. O'qishni boshlagan, ammo davom ettira olmagan kitobingiz qaysi? Meni hozirda o'qishni boshlagan, lekin davom ettira olmagan kitobim Mehrobdan chayon asari bo'lib, buni 2 bob o'qidim, qolgani qolib ketdi. Siz uchun kitobdagi qahramonlar muhimmi yoki syujetmi? Men uchun ikkovsi ham muhim, chunki ikkovsi ham bir-birini to'ldirib ketadi. U syujet qiziq bo'lsa, qahramon shunga qarab rol o'ynaydi, masalan, nima qiladi. Ikkovsi ham muhim deb o'ylayman. Kitobni sotib olasizmi yoki kutubxonadan olasizmi? Men kitobni axborot resurs markazidan olaman. Birinchi marotaba o'qigan kitobingiz qaysi? Men birinchi bo'lib Xudoyberdi To'xtaboyevning Sarg'devni minna degan kitobini o'qiganman. Kitob juda ham zo'r kitob. Sizlarga ham o'qishni tavsiya qilaman. O'qinglar.